Sizni qarshingizda Samarqand fason darvozamiz. Xo'p, razmerlari eniga 350, balandligi 350 razmerda tayyorlangan darvozamiz. Fasonda nomi turetskiy fason deyiladi, high-tech. High-tech dizaynda ishlangan. Bu darvozamizda razmerlari eniga 4 metr, balandligi 350. Keyin ko'rib turgan darvozalarning high-tech fason darvoza. Xo'p, buni razmerlari eniga 330, balandligi 350 razmerda tayyorlangan. Sizlarga qo'ldan kelgancha darvozalarimizni tanishtirib, qo'ldan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Ishlaringni tez va sifatli, garantiyali holatda tayyorlab olib borib ustanovkasini bitirib beramiz. Hop, aziz muxlislar, sizlar uchun 2026-yil yangi tayyor bo'lgan darvozalarimiz, yangicha stilda, yangicha dizaynda tayyor bo'lgan darvozalarimizni bir qator sizlarga obzor qilib ko'rsatmoqchimiz. Ko'rishingiz mumkin, sizni qarshingizda Samarqand fason darvozamiz. Xo'p, razmerlari eniga 350, balandligi 350 razmerda tayyorlangan darvozamiz. Xo'p, yonlariga 40 sm dan adnalichkalar chiqqan, qosh bo'lib, tepasiga 40 sm chiqqan. Hop, darvozamizga ishlatilgan materiallar, yondor stoykalari o'ngon brusdan foydalanganmiz. 2-1 stenada, taglari shivillerda bo'lgan. Qanotining ichidagi profillar 6 ga 4 profil, listlari 1.8 qalinligida bo'ladi. Oldidagi shirshopka listlari 1.2 listdan foydalaniladi. Hop, darvozamizning narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu darvozamiz 1 metr kvadrati 1.250.000 so'mdan 1.500.000 so'mgacha O'zbekistonning 12 ta viloyatiga tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Kraska, zamok, dastavka ustanovkalar mutlaq tekin bo'ladi. Xo'p, navbatdagi darvozamizni ko'rishlaring mumkin. Xo'p, bu shtampovkali darvoza, gibrid fason qilib tayyorlangan. Bu darvozamizga ishlatilgan materiallar ikkala yoni 8 ga 6 profil, taglari 8 ga 4 shivillerdan foydalanganmiz. Qanotining ichidagi profillar 6 ga 4 profil. Listlar 1.3 qalinlikda bo'ladi, bir qavatli variant. Xo'p, bu darvozamizda o'sha dastavka ustanovka, kraska, zamoklar polni ichida bo'ladi. 12 ta viloyatga tayyorlab yetkazib o'rnatib beramiz. 1 metr kvadrati 500.000 so'mdan 700.000 so'mgacha tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Keyingi darvozani ko'rishlaring mumkin. Shtampovka pechat darvoza bu ham. Yondorlar 8 ga 6 profil, taglari shivillerda. Qanot ichidagi profillar 6 ga 4. Listi 1.3 qalinlikda bo'ladi. Buni kvadrat metri 500.000 so'mdan 600.000 so'mgacha tayyorlab yetkazib o'rnatib beramiz. Navbatdagi darvozamiz ham shtampovkali darvoza. Hop, razmeri 350 ga 350, yondor stoykalari 8 ga 6 profil, taglari shivillerda bo'ladi. Qanot ichidagi profillar 6 ga 4. Listi 0.9 dan 1.3 gacha bor. Narxiga qarab chiqarib beraveramiz. Kvadrat metri 500.000 so'mdan 600.000 so'mgacha chiqaveradi. Hop, keyingi darvozamiz ko'rishlaring mumkin. Gibrid fason, razmerlari 3 metrga 4 metr bo'lib tayyorlangan. Yonida 30 sm dan nalichkalari bor, qoshlari ikkala yonida, tepasida. Darvozamizga ishlatilgan materiallar, yondorlar 8 ga 6 profil, tagi shivillerda bo'ladi. Qanot ichidagi profillar 6 ga 4, listlar 1.3 qalinlikda bo'ladi. O'ziga xos dizaynda nerjavekalardan foydalanganmiz. Bu darvozamiz kvadrat metri 550.000 so'mdan 750.000 so'mgacha O'zbekistonning 12 ta viloyatiga tayyorlab o'rnatib beramiz. Navbatdagi darvozamiz bundan bitta oldin ko'rsatgan darvozamizga o'xshaydi, faqat razmeri boshqa tayyorlangan. 350 ga, balandligi ham 350 razmerda bo'lgan. Adnalichkalari bor. Ikkala yoniga 30 sm dan tepasiga 30 sm nalichkasi chiqqan. Bu darvozaga ishlatilgan materiallar, yondorlar 8 ga 6 profil, tagi shivillerda bo'ladi. Qanot ichidagi profil 6 ga 4. Listi 1.3 qalinlikda bo'ladi. Buni bir qavatlisi 550.000 so'mdan 750.000 so'mgacha tayyorlab o'rnatib beramiz. Agar xuddi shu darvozani 2 qavat shumkali bo'ladigan bo'lsa, tuplyonli. Yondorlari ham shiviller bo'ladi, qanot ichidagi profillari ham qalin bo'ladi. O'sha listi 1.3, 2 qavat shumkali bo'ladi. Orqa tomon tekis holatda bo'ladi. 1 metr kvadratini 950.000 so'mdan tayyorlab o'rnatib beramiz. Dastavka ustanovkalar mutlaq bepul. Hop, navbatdagi darvozamiz listli ruchnoy rabota darvoza bo'lib, hop, chechen fason ham deyiladi. Yangilik darvoza bu ham. Razmer eni 4 metr, balandligi 350 razmerda tayyorlangan.
Darvozamizga adnalichka qo'yilgan. Ikkala yoniga 30, tepasiga 30 sm. Kichkina eshiklari addenni bo'lgan. Darvozamizga ishlatilgan materiallar, yondorlar, shivillar 10/5, ikkala yoni tagi. Hop, qanot ichidagi profillar 6/4 profil qalinidan, listlar 1.8 qalinlikda 2 qavat shumkali bo'ladi. Bu darvozamizni 1 metr kvadrat 1.400.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha tayyorlab O'zbekistonning 12 ta viloyatiga o'rnatib beramiz. Dastavka ustanovkalar bepul. Keyin ko'rib turgan darvozalarning high-tech fason darvoza. Hop, buni razmerlari eniga 3.30, balandligi 3.50 razmerda tayyorlangan. Hop, darvozamizga ishlatilgan materiallar, yondorlari 8/6 profil, taglari shivillarda bo'ladi. Qanot ichidagi profillari 6/4 profil, listlari 1.3 qalinlikda tayyorlangan darvoza. O'ziga xos dizaynda gold svet nerjavekalardan foydalanganmiz. Nerjavekani ham ranglari bor, to'liq rangi bor. Qora, sariq, oq, yashillari ham bor, ko'k. Bemalol qanaqasi yoqadigan bo'lsa, zakaz asosida tayyorlab beraveramiz bemalol. Hop, keyingi darvozamiz ham shtampovkali darvoza. Razmeri 3 metrga 3.50 razmerda foydalanilgan. Hop, darvozaga ishlatilgan materiallar 8/6 profil yondorlari, taglari shivillarda bo'lgan. Qanot ichidagi profillar 6/4, listlari 1.3 qalinlikda foydalanilgan. Hop, darvozamiz kraskalari Devo kraska. Buni narxi 500.000 so'mdan 600.000 so'mgacha tayyorlab o'rnatib beramiz. Hop, ko'rishingiz mumkin. Hop, Dubai fason, high-tech fasonga gibrid bo'lgan darvozamiz, shtampovkali darvoza. Razmerlari eniga 3.5 metr, bo'yiga 3.50. Darvozamizga ishlatilgan materiallar, yondorlari 8/6 profilda bo'lgan, taglari shivillarda bo'lgan. Qanot ichidagi profillar 6/4, listlari 1.3 qalinlikda foydalanganmiz darvozamizga. O'ziga xos dizayn, bezak ochib turish uchun qora nerjavekalardan foydalanganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Hop, mana ertalab ishga ketayotganda bemalol sochlar tarab ketaverasizlar ishga. Hop, bu darvozamizni narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni 1 metr kvadrati 500.000 so'mdan 700.000 so'mgacha chiqaveradi. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka, ustanovka, hamma xizmat mutlaq bepul. Yetkazib borib o'rnatib beramiz. Hop, keyingi ko'rib turgan darvozalaringiz ruchnoy rabota, gigant razmerda tayyorlangan darvoza. Fasonda nomi Turetskiy fason deyiladi, high-tech. High-tech dizaynda ishlangan. Bu darvozamizda razmerlari eniga 4 metr, balandligi 3.50. Materiallar, yondor stoykalari 10/10 2/1 sistemada foydalanilgan brusdan, taglari shivillar. Darvozamizga ishlatilgan materiallar ichlari 6/4 profil qalinidan, listlari 1.8 qalinlikda 2 qavat shumkali variantda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. O'ziga xos dizaynda nerjavekalardan foydalanganmiz. Hop, bu darvozamizni kvadrat metri 1.350.000 so'mdan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka ustanovkalar bepul yetkazib olib borib o'rnatib beramiz shular. Hop. Hop, keyingi ko'rib turgan darvozalaring ruchnoy rabota darvoza bo'ladi. Razmerlari eniga 3.30, balandligi 3.50 razmerda tayyorlangan. Materiallar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, yondor stoykalar 10/10 brusdan bo'lgan, qalinidan. Qanot ichidagi profillar 6/4, listlari 1.8 qalinlikda bo'lgan, 2 qavat shumkali variantda bo'lgan darvoza. Darvozamiz fasoni taroq fason deyiladi. Hop, xizmat qiladigan skromli darvoza bo'ladi. Kraskalar o'sha Devo kraska, zamoglari yaxshi Zuber zamogdan qo'yib beramiz, yaxshi xizmat qiladigandan. Hop, bu darvozamizning narxi O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavka ustanovkalar bepul, kvadrat metri 1.250.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha tayyorlab o'rnatib beramiz. Mana sizlarga qo'ldan kelgancha darvozalarimizni tanishtirib, qo'ldan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Ishlaringni tez va sifatli, garantiyali holatda tayyorlab olib borib ustanovkasini bitirib beramiz.